Men eng zo'riman, men ishlarni mukammal qilaman, xatosiz qilaman degan odam yer yuzida bo'lmasa kerak. Bo'lsa ham yo kibr bo'ladi yoki ongi pastroq bo'ladi. Xato ketgan, xato bo'lgan. Balki bizdan, balki производство ishlab chiqarishdan. Men zavodni yomonlamoqchi emasman. Silkoltdan olganmiz, 3-4 yil oldin, 4 yilcha bo'lib qoldi. Fasad Leonardo o'qiganmiz Oqtepada. Telefon qilyaptilar, yuvyapman, cho'tkada yuvsa, rangi chiqyapti mana bunaqa, yo'qyapti, lekin karcherda ursa unaqa bo'lmayapti. Cho'tkada, gubkada ish qilsa, shunaqa xato ketyapti. Yaqinda yubiley yoshimni qilaman, tug'ilgan kun qilaman, uyda qilmoqchiman, o'shanga menga yoqmayapti, qilib berlaring deb chaqirdilar. Biz 10 yil garantiya berganmiz, gapimizga javob berish uchun keldik. Boshqatdan qilinadigan ham bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, katta brend производство zavodlarda ham xato ketar ekan. Men xato qilmayman deyishlikning o'zi xato ekan. Marga topsinlar, uy egalari xarajatni o'rtada qilaylik. Hammasi gruz bo'lmasin, sanga dedilar. Yarmini biz ko'taradigan bo'ldi, yarmini o'zlari ko'taradigan bo'ldilar. Boshqatdan fasadni yuvib, artib, tozalab, lakini berib, ustidan boshqatdan jemchuk uradigan bo'ldik. Bu safar Vinerakidan ishlatamiz. Vinera уже katta sahnaga chiqib bo'ldi. Biz ancha mahsulotni ishlatganmiz. Ko'ramiz bu qancha yashab beradi. Silikolni yomonlash niyatim yo'q. Qolgan mahsulotlarni ishlatganmiz. Biz ham zo'r. Lekin xatolik bo'lar ekan. Bu degani 2022-yilda chiqqan partiyada biz surgan bo'lsak, boshqa uchastkalarga bunaqa holat bo'lishi mumkin. Shunaqa joylarida turib berish kerak.